Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar, jaslar va den sog'lig'inglar yaxshi va ishlaringiz bo'ldi. Do'stlar, bu videoni qilishim sababi ko'pchilik so'rayapti. Materiallarni pulim jetmayishini bilayin deb. Do'stlar, agar remont qildiram desangiz 3 oyga bo'lib to'lashga material beraverem do'stlar. 3 oyga biroq 3 oydan uzoqqa bo'lmaydi do'stlar. 3 oyga to'g'ri bera olaman. Bölüp turaverasizlar. Misali hozir 100 ming so'mlik material olsanglar, 100 ming, 200 ming gibi material olsanglar, o'shini 3 oyga bo'lib to'layverasizlar do'stlar. Shunda borib söylashasizlar. Hani bo'yi o'shini taqtab turib keyin boshlasanglar bo'laveradi do'stlar. Harakat qilaman. Endi u material u summaga nima olasizlar desa, u summaga asra do'stlar. Eshik, aboy, laminat, shpaglovka, shunday narsalar, uyga ketadigan narsa, lustra, shularni olsanglar bo'laveradi do'stlar. Bizning ishimiz, biz masalan biz söylashib, biz sizlarni uyingizga tushsak, men bu elektrikani bilmayman, santexnikani bilmayman demaymiz. Bizga shu olgan holatida shunday kalitni berasizlar, butirib sizlarga kalitini beramiz do'stlar. Pol, patolog, aboy, parovoy, elektrika, travertin, kafel, poni. Biz shunday gilamlarni solib qo'yamiz, sizlar ko'rpa to'shaginlarni olib kelib yashayverasizlar do'stlar. Xohlasanlar klassika, xohlasanlar high-tech, xohlasanlar dizaynskiy qilib jasaveramiz do'stlar. Kanalimizga kirsangiz, misali kimdir bir mesela uyiga 700 ming ketadigan bo'lsa, bu yoqda 500 ming puli bo'lsa, 200 ming so'mlik jetmay qoladi ekan deb o'ylanmanglar do'stlar. Uni ham beraveramiz. Ashini 3 oyga bo'lib to'layverasizlar do'stlar. Kanalimizga kirsangiz, iloji boricha qattalib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Mayli tinch bo'linglar do'stlar. Подписаться bo'lib qo'ysanglar, 20% skidkasi bor. Обязательно.